Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər, görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə cərəyanında yüz bergan Uyğurlarga münasibətlik mühim vaqe hadisələrdən məlumat verimiz. Mən Erkin. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. 20 sentyabr günü Washington şəhərindəki Demokratiyani alğı sürüş fondunun sahibxanlığında muhakeme yığını ötküzülüb, Uyghur diyarındaki lagerlar meselesi noktalık muhakeme kılındı. Bu qedimki yığın lagerlarını öz gözü bilen görgen 3 Uyghur şahitinin bayanları asasıda işlengen tamlarının arkasında 3 Uyghur'un Xitay məxfi tərbiyələş lagerlərdəki keçirilmişləri temisidəki qısqa hüccətlik filminin qoyuluş münasibəti bilan uyuşturulğan. Yığında kişilik hüququnu gözetiş təşkilatı Xitay bölümünün müdiri Sofiya Richardson, Amerikadakı advokat, Uyghur kişilik hüquq quruluşu başqarış heyətinin rəisi Nuri Türkel, Erkin Asiya Radiosu Uyghur bölümünün muavin direktörü Mehmetcan Cümə qatarlıqlar oxşamagan nöqtelərdən çıxış qılıb, lagerlardakı tragediya, lagerlarning tutqunlarga qaldırgan qorqunchli ro'yi besimi, Xitoyning maqsadi xalqaro jamiyatning qanday qilish kerakligi qatorliq masalalarni sharhlab o'tdi. Sofiya Richardson Amerika hukumati va boshqa hukumatlarning unumli choralarini qo'llanib, Uyg'urlarni bostirishga bevosita yoki vositali yordam bo'ladigan yuqori texnik sherikatlarini cheklashi, chet ellardagi muhojir Uyg'urlarning panohlik iltimosiga osonlik tug'dirib berishi, ularni chet ellarda xotirjamlik tuyg'usiga ega qilish kerakligini ta'kidladi. Ataqlıq dini alim mərhum Muhammad Salih Damollamның bütün ailə taobatlari və urug' tuqqanlarının tutqun qilinib türmə yoki yig'ilish lagerlarga qamalganligi ilgari surilmoqda. Biz Muhammad Salih Damollamның qizi Nazira Muhammad Salih və onun yoldaşı ataqlıq shoir Adil Tunyazning izdirikini qilish jarayonida uning oilasi və urug' tuqqanlarining ahvoliga doir ba'zi uchurlarga erishdik. Vaqadan xabardor kishilarning bildirishicha, Xitoy hukumati 2017 yili 12 oyda Muhammad Salih Damollam bilan bir vaqtda uning qizlarini, o'g'lini, navra va jiyanlarini, urug' tuqqanlarini birdek tutqun qilgan. Navbatda ularning qaysi lagerda yoki turmada ekanligi haqida hech qanday uchur yo'q ekan. Muhammad Salih Damollam va uning qizi Nazira Muhammad Salih bilan 18 yil qo'shni o'ltirgan Belqiz xonim doirlarning Nazira Muhammad Salih bilan uning yo'ldoshi Adil Tunyazga terrorlik va diniy oshqunlikni targ'ib qilish jinoyati atib rasmiy ayblaganligini bildirdi. Uning qayd qilishicha, ularning 19 yoshlardagi Imron ismli cho'ng o'g'lini tutqun qilib, qolgan o'g'illarini bolalar paravanlik o'rinlarga o'tkazib bergan. Uyghur Abdunum Rayliq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi tərəfindən çıxarılan Ədəbi Tərcümələr jurnalının baş müharriri Qaysar Qiyumның özünü öldürüb alğanlığı ilgiri sürüldü. Uyghur Abdunum Rayliq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi siyasi bölümünün başlığı radiomuzun müxbiriga bergan fuchurida Qaysar Qiyumның özünü öldürüb alğanlığını dəlillədi. Ma'lum bo'lishicha, u o'zi ishlayotgan xizmat binosining 8-qavatidagi ishxonadan o'zini tashlab olib olgan. Amerikadagi faoliyatchi Qutlug' Almas apandi Qaysar Qiyumning lagerga akitilib, bir mezgil tutib turilgandan keyin qo'yib berilganligi, ya'ni lagerdan chiqqandan keyin o'lganligini bildirgan. Lekin radiomizga kelgan yana bir uchurda Qaysar Qiyumning texi lagerga opirilmaganligi, faqat o'limidan bir hafta avval intizom tekshirish tarmoqlari tomonidan chaqirtilib, suhbat o'tkazilganligi. Uning o'zini binodan tashlab olib olgan shu kuni soqchilar tomonidan chaqirtilganligini, uning lagerga opirilishdan qo'rqib, o'zini o'ldirib olgan bo'lishi mumkinligi tilga ilingan. Qaysar Qiyum Uyg'ur adabiyotidagi kurashchan yillar Qiziltog' Boturlari nomli romanlarining yozuvchisi Qiyum Turdining o'g'li ekan. Uyg'urlar, Tibetlar, Mongollar, Tayvanliklar va demokratik Xitoylar birlashib 18 sentyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-York shahridagi bosh shtabi oldida Xitoy hukumatiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishi olib bordi. Namoyishchilar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyda borgan sari nacharlashib ketayotgan vaziyatga, bo'lib uning 1 milliondek Uyg'urni jazo lageriga qamishiga jiddiy qarashini talab qildi. Amerika Uyghur Birleşmesi bu namayişni o'rinlashtirgan tashkilotlarning biri bo'lib, uning raisi Elshad Hasan apandi Birleşgan Davlatlar Tashkilotini Uyg'urlarning hozirgi jiddiy vaziyatiga ko'ngil bilishga chaqirish, shundaqla Xitoy hukumatiga qarshi o'xshamagan fikrdagi barliq guruhlarni bir yerda namoyish qilishga tashkillashning zarur ahamiyati borligini tushundirdi.
18 sentabr күні Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 73. növbetlik umumi kengişi içildiğin tuncu günü bulup, namayış del şu gün elip verildi. 19 avgust günü Avustraliya parlamenti jig'in chaqirib Xitoyning Uyg'ur diyoridagi yig'ilish lagerlarini muzokara qilgan. Avstraliya parlamenti a'zosi Nick Champion apandi yig'inda qilgan so'zida millionlagan Uyg'urning tutqun qilinib, atalmish qayta tarbiyalash markazi degan nomdagi jazo lagerlariga qamalganligini qattiq aybladi. Bu Xitoy hukumatining bu xil chekidan oshgan siyosat va programmalarini qayta ko'zdan kechirib chiqishini va jazo lagerlarini taqishini talab qilgan. Bu yig'inga Avstraliyadagi Uyg'urlarga vakolatan 8 kishilik bir hay'at qatnashgan. 8 kishilik hay'atning biri Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nurmamat Turkistoniyning bildirishicha, yig'inda Avstraliya parlamentining 4 nafar a'zosi so'z qilib, lagerlarni taqashni talab qilgan. Avstraliyadagi Uyg'urlar yaqinda Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlarini taqash to'g'risida imzo to'plash faoliyati olib berib, 10 ming kishilik imzo to'plagan va buni Avstraliya parlamentiga sungan. 19 sentabrdagi parlament yig'inida 10 ming kishilik bu arznoma muhokama qilingan. Xinjiang Pedagog universitetining sobiq mudiri, Uyg'ur Abtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi professor Azat Sultanning tutilganligi dalillandi. Uyg'ur Abtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi siyosiy bo'limining boshlig'ining muxbirimizga bildirishicha, Azat Sultan 220chilik bilan ayblanib tutqun qilingan. Biz erishgan yana bir xabarda Xinjiang Universiteti Filologiya institutining tadqiqotchisi Zulfiqar Barat O'zbosh bilan mazkur institutning professori G'ayratjon Osmonning tutqun qilinganligi ilgari surildi. Xinjiang Universitetining Universal tuzash qo'mondonlik markazidagi bir xodim yaqinda muxbirimizga Zulfiqar Barat O'zboshning tutqun qilinganligini hamma odam biladigan uchur degan. Onun ilgari surishicha, G'ayratjon Osmonning tutqun qilinishiga uning 2008-yili Turkiyaga chiqib xalqaroliq ilmiy muhokama yig'iniga qatnashishi va uning klassik adabiyot tadqiqoti sabab bo'lgan ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.